erta bir kun investor eshigimni taqillatib kelib, anaqa sotib olaman desa, unga nima qiziq bo'lardi degan. O'sha ko'rsatkichlarni ko'rib chiqyapman. Birinchidan savol beraman, bu ko'rsatkich o'zi bormi? Hisoblamayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ha, uni bo'lishi ham mumkin, uni hisoblab yurmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, hisoblamayotgan bo'lsa, hozirdan boshlaylik. Mayli, o'sha o'tgan payt o'tib ketdi. Hozirdan o'sha Excelga nimagadir bo'lsa kiritib ketaveraylik. Aytaylik, yana nima bo'lish kerak biznesda? CRM bo'lish kerak. Yana nima ma'lumotlar bazasi bo'lish. Nima kerak bo'lsa hammasini to'plab ketamiz. Endi ko'ramiz u yoqni. Hozir bir narsa ham. Lishniy brend asosan konsultantlarga juda ham kerak. Masalan, trening o'tadigan boshqa anaqalarga lishniy brendga ishlamasa, ular chunki o'zi beradi-da. Qaysi sohalar yana fizический produkt sotadigan deylik, usluga emas, boshqa emasda. Qaysi sohalar lishniy brend, ya'ni rahbari lishniy brend bilan shug'ullanishi kerak? Tavsiya qilasiz. Yoki boyga aytganimizdek, anaqami, bu ham как odam tadbirkor o'ziga bog'liq narsami, bu xohlaydi, xohlamaydi degan. Hachu ne hachu deydi-yu. Boyagi to'g'ri gapni gapirasiz. Agar o'zi ishtirok etadigan bo'lsa hamma protsessda, ya'ni masalan ikki xil ta'lim bor. Bittasi o'qituvchiga asoslangan, ikkinchisi o'quv markazi bor, to'g'rimi? Masalan, men o'ylamayman Najot ta'limga Temurbek uchun o'quvchilar keladi deb. To'g'rimi? Najot ta'limga Najot ta'lim uchun kelishadi. Aytaylik, Alisher aka Isayevga Alisher aka Isayev uchun kelishadi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Masalan, men sales doktorman degan qanaqadir nimalari bor. Lekin o'sha ham o'zlari o'tadi. Meni bilishim bo'yicha. Shunaqa o'zlari. To'g'rimi? Men endi kirib ko'rmaganman. Bu taxminiy baribir fikrlar, albatta bu 100% fikrlar emas. Ya'ni shunaqa holatda Alisher akaga lishniy brendini ustida ishlash to'g'ri deb hisoblayman. Chunki kelgan odam o'sha kelish sababi ham Alisher aka bo'ladi o'zi. O'sha undagi fikrlar. Najot ta'limda u shart emas. Cambridge'da umuman shart emas. Ya'ni o'quv markazlarida, boshqalarida. Ya'ni bu ham o'zi ishtirok etadigan joylarda kerak deb o'ylayman. Yana bitta savol anaqa muhokama bilan tugatamiz o'sha lishniy brend masalasini qarang. Qabul qildik. Bitta gap eshitdim, siz xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim. Ancha oldin 1 yilmi, 2 yil bo'lgan. 940-950-yillarda industrial revolyutsiya bo'lgan, anaqalar zavodlar, kimda zavod bo'lsa, ishchi kuchi ko'p bo'lsa, o'sha Forbesda birinchi o'rinda turganda, milliarder bo'lganda. Keyin mana boom bo'ldi, internet boomdan keyin bizda hozir mana ko'ryapmiz kim top 3 ta 10 talikdaligini, ya'ni texnologik gigantlar. Internet, boshqa shunga aloqador sotsiyete rahbarlari. Endi shunaqa gap so'z bor, 40-50-yillarga borib, kim milliarder bo'ladi desa, kim lishniy brendi, kimi подписчик ko'p bo'lsa. Ya'ni kim omma kimni ko'proq tanisa, ana o'shani kapitalizatsiyasi katta bo'ladi degan gap bor. Nimagaki siz u lishniy brendingiz atrofida ekosistema qura olarkansiz-da. Любой masalan biznes qilib, uni rivojlantirib, investor torta xohlasangiz, masalan generatsiya qilib, mana modellar, boshqalar, xohlasa kosmetika chiqaradi, xohlasa boshqa narsa qilib uchiradi-yu savdosini. Ya'ni shunaqa gap bo'ldi. Eshitganmiz, eshitmaganmiz, qanchalik to'g'ri, noto'g'ri. Eshitmaganman men unaqa narsa. Lekin uni bilaman. Zerikarli biznesda eng ko'p anaqa milliarderlar chiqishini. Sement, asfalt, waste management bilan ishlaydiganlar, shunaqa zerikarli odam bunaqa qiziqmaydigan sohalar bo'ladi-ku. Beton, g'ish, armatura. Ko'p foydani o'zi ham qilishmasa kerak-da ular. Eng katta anaqalar o'sha yerda deb o'ylayman-da o'zi. Bunaqa endi bilmayman, men eshitmaganman bu nimani, statistikani, lishniy brend bo'yicha aynan bunaqa darajada. Balkim lishniy brend aytaylik, kursini sotish uchun shunaqa degan bo'lishi ham mumkin. Statistika ishlab chiqilgan bo'lishi mumkin. Bu ham anaqa bitta nima bo'ladi. Endi kapitalizatsiyaga aloqador narsa bo'lsa kerak deb o'yladim. Balki kapitalizatsiyasi yuqori otsyanka qilinadimi bilmadim. O'zingiz ham masalan lishniy brendingiz kuchli deb bilaman-da. Instagramga ancha подписчик, lekin Instagramdan foydalanmaysiz. YouTube'da o'zingiz nima maqsadda qilasiz? Lishniy brend. Menga hobi bo'lgan oldin. Hobi bo'lgan. Orada mindset qildik, o'sha aytaylik kurs chiqarib